Futbol o'z yo'liga do'stlar, lekin insoniylik doim birinchi o'rinda turishi kerak. Buni isbotlab berayotgan Real Madrid futbolchilari hamda Real Madrid jamoasi uchun respektlar bo'lsin. Sababi nima ekanligini hozir tushuntirib o'taman. Siz esa kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xabaringiz bor, bugun tunda Liverpool hamda Real Madrid o'rtasida Chempionlar Ligasining navbatdagi o'yini bo'lib o'tadi. Real Madrid futbolchilari, Real Madrid jamoasi hozirgina Angliyaga yetib borgan va ular samolyotdan tushish bilanoq birinchi bo'lib qayerga borishdi deb o'ylaysiz do'stlar? Ular mehmonxonaga borishgani yo'q. Tun bo'lishiga qaramasdan, Angliyada havo yaxshi emasligiga qaramasdan birinchi bo'lib ular Jotani qabriga gul qo'yish uchun, uni xotirlash uchun borishgan. Qoyil qolish kerak. Ha do'stlar, futbol o'z yo'liga, Chempionlar Ligasidagi asosiy o'yin ekanligi o'z yo'liga, raqiblik o'z yo'liga, hammasini chetga surgan holatda insoniylik vazifasini birinchi o'ringa qo'yganligi uchun Real Madrid jamoasiga, Real Madrid futbolchilariga va bosh murabbiyga shunchaki respektlar aytamiz. Qoyil Madrid.